Zuluklar bilan davolash juda qadimdan ma'lum. Zuluklar uyqusizlikni, nevrozlarni, bosh og'rig'i, migrenni, bosh aylanishi, epilepsiya kasalligini, eshitish nervi nevriti, radikulit, miozit, revmatizm, artroz, revmatoid artrit, jarohatdan keyingi suyak va bo'g'imlar shikastlanishi, osteoxondrozlarni davolaydi. Eng ko'p qaysi kasalliklarda zuluklar tavsiya qilinadi? Arterial gipertenziya, ko'z ichki bosimining oshishi, yurak ishemik kasalligi, stenokardiya, infarkt miokardi, gemorroy kasalligida, varikoz tomirlari kasalligi, tromboz belgilarida, bepushtlikda, teri kasalliklarida, tropik yaralar, psoriaz, furunkulyoz, ekzema, dermatoz, neyrodermatit, sklerodermiya, toksikodermiya va fil oyoqlikda. Zuluklar organizmga qanday foydasi bor? Zuluklar umumiy refleks ta'siriga ega, og'riq qoldiruvchi, immunostimulyatsiya qiluvchi, yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega. Ularning tupuklari antikoagulyant ta'siriga ega. Murakkab terapiyaning bir qismi sifatida ular qon quyqalarini olib tashlash, yallig'lanish jarayonini bartaraf etish va veno tizimidagi yukni kamaytirishga yordam beradi. Zuluklar qonni qanday tozalaydi? Litik moddalar destabilaza, gialuronidaza, kollagenaza, elastaza, lipaza, xolesterinaz va boshqalar. Zuluk chaqishi bosqichida bu moddalar tuprikni bemor to'qimalarga kirib borishini ta'minlaydi. So'ngra ular qon quyqalari, yopishqoqlik va xolesterin bilyashkalarini tarkibiy qismlarini parchalaydi. Bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'ling, like bosing va kommentariyada plus belgisini qoldiring. Agar sizda yuqoridagi muammolar bo'lsa, zuluk qo'ydiring.